Şərq Türkistanlıq qərindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Ən aldı bilan xəbərlərimizin qısqaça məzmununa göz ataylik. Şərq Türkistan sürgündü hökuməti 19 yanvar irqi qırğınçılıqni xatırlash kuni münasibəti bilan axbarat e'lon qildi. Şərq Türkistan sürgündü hökuməti 19 yanvar irqi qırğınçılıqni xatırlash kuni münasibəti bilan dunyoning har qaysi joylarida namoyish o'tkazdi. Şərq Türkistan sürgündü hökumətinin baş ministri Abdulahad Nur Efendi Pakistanlıq ölüma İmran Hüseyn'e radiya berdi. Tövəndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. 19 yanvar günü Amerika Tashqi ishlar ministrligi Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga yurgizayotgan vahshiylikni irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilgan kun bo'lib, Sharq Turkiston surgundi hukumati 19 yanvar kunini irqiy qirg'inchilikni tunish va xotirlash kuni qilib bekitdi. Bu munosabat bilan Sharq Turkiston surgundi hukumati axborot e'lon qilib mundaq dedi. Bugun 1-oyning 19 kuni Sharq Turkiston surgundi hukumati Sharq Turkiston irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilish va xotirlash kunini tabriklaydi. Bu kun davomlashayotgan irqiy qirg'inchilikni xotirlash kuni bo'lib qolmasdan, balki yana Xitoy Xalq Jumhuriyatining ishg'oliyati ostida Sharq Turkistondagi Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa turkiy xalqlarga qaratilgan irqiy qirg'inchilikning 2024-yili to'xtovsiz davom qilayotganligini aniq eskartdi. 3 yil ilgari, ya'ni 2021-yili 1-oyning 19 kuni Amerika ayni vaqtdagi davlat ishlari kotibi Mike Pompeoning rahbarligida Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa turkiy xalqlarga qaratilgan sistemlik vahshiylikni irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb rasmiy e'tirof qildi. Bu tarixiy tunish dunyoning diqqatini xalqimizning qiyinchiligiga qaratdi. Ammo irqiy qirg'inchilik bugunmi to'xtovsiz davomlashmoqda. 2024-yilda Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa turkiy xalqlarning jazo lagerlari va turmalarga davomli qamalishdek ochiq reallik yana davomlashmoqda. Kishini hayron qoldiradigan millionlagan Uyg'ur va boshqa turk xalqi Sharq Turkiston va Xitoyning har qaysi joylaridagi majburiy emgak lagerlari va zavodlarga qamaldi. Ular inson qalbidan chiqqan sharoitga duch keladi va asosiy kishilik huquqidan mahrum qilinadi. 1 millionga yaqin Uyg'ur va boshqa turk bolalarining oilasidan majburiy ayirib etilishi va davlat boshqarishidagi lagerlarda osmonasiya qilinish ahvoli texmi keskinlashdi. Sharq Turkiston surgundi hukumati tashqi ishlar ministri Salih Xudoyor Efendi xalqaro jamiyatni bo'libmi Amerikani davom qilayotgan bu vahshiylikka jiddiy taqobil turishga chaqirib, shuni his qilish kerakki, Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik tarixdagi yepilib qolgan bir bat bo'lmasdan, balki 2024-yilda davomlashayotgan qabohatlik tush. Sharq Turkistonda ishg'ol qilingan davlat deb e'tirof qilish simvollik sharat bo'lib qolmasdan, bu krizisni yildizidan qo'mirib tashlashning, xalqimizning haq-huquqlariga erishishning zarur qadami dedi. Sharq Turkiston surgundi hukumati Amerika Tashqi ishlar ministrligidan Sharq Turkiston ishlari uchun alohida moslashtiruvchini tayinlashni talab qildi. Bu xalqaro aralashishni moslashtirish va Sharq Turkistondagi krizisga davomli diqqatni tortishda muhim ahamiyatga ega. Undan boshqa Sharq Turkiston surgundi hukumatining xalqaro jinoiy ishlar sudidagi da'vosini qo'llashni va Xitoyda davom qilayotgan irqiy qirg'inchilikni xalqaro adliya sudiga sunishning muhimligini ta'kidladi. Bu bosqichlar Xitoy hukumatining mas'uliyatini surishtirish va texnik ko'p vahshiylikning oldini olishda intayin muhim ahamiyatga ega. Sharq Turkiston surgundi hukumatining prezidenti Dr. Mamtun A'lo Efendi dunyoning tunishi va harakat qo'llanishining lozimligini ta'kidlab, Amerikaning irqiy qirg'inchilikni tunishi muhim bir burilish bo'ldi. Kurash texi oxirlashmadi. Biz bu vahshiylikni tugatish uchun to'xtamay xalqaro bosim va konkret harakatlarga muhtoj. Xalqimizning qarshiligi kuchli, ammo vaziyatning o'zgarishi uchun dunyoning qo'llashi intayin muhim dedi. Sharq Turkiston surgundi hukumatining prezident yordamchisi Sayragul Savutbay bu qabih jinoyatlarning guvohchisi va Sharq Turkiston surgundi hukumatining muavin prezidenti bo'lish sifatim bilan dunyo jamoatchiligidan Sharq Turkistonda davomlashayotgan irqiy qirg'inchilikqa qarshi harakatga o'tishini talab qilaman. Sharq Turkiston xalqining ijinishlik ahvoli, Sharq Turkistondagi vahshiy vaziyat yolg'iz rayon xarakterlik masala bo'lmasdan, Xitoy shakllantirgan dunyoviy tahdidga aloqador keskin ogohlantirish, dunyoning tinchligi va insoniyatning kelgusi, insoniyatga qarshi olib berilgan bu jinoyatlarni to'xtatishga bog'liq dedi. Davom qilayotgan krizisga qarshi Sharq Turkiston surgundi hukumati muhojiratga Sharq Turkistonliklar irqiy qirg'inchilikqa dunyoning diqqatini tortish uchun dunyoning har qaysi joylaridagi namoyishlarni o'z ichiga olgan faoliyatlarni tashkillab, ommaga ma'lumot berib, irqiy qirg'inchilik qurbonlarini xotirladi.
Sharqi Turkistondagi irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilish xotirlash kunida Sharqi Turkiston surgunda hukumati yanada adolat, erkinlik va Sharqi Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish burchiga sodiq. Biz hukumatlarni, xalqarалық tashkilotlarni va shaxslarni bu irqiy qirg'inchilikni tugutish va Sharqi Turkiston xalqining tinchligi, izzat hurmati va erkinligini asliga keltirish ko'rishimizga qatnashishga chaqiriq qilamiz. Sharqi Turkiston surgunda hukumatining e'lon qilgan axboroti İsrail vaqti gazetida 19 yanvar kuni xabar qilindi. Sharqi Turkiston surgunda hukumati, Sharqi Turkiston Milliy Uyg'unish tashkiloti, Sharqi Turkiston parlamenti, Shvetsiya Uyg'ur komiteti, Amerika hukumatining Xitoyning Sharqi Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga qarata yurgizayotgan vahshiy bostirishni irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilganligining 3 yilligini xotirlash munosabati bilan Oqsaroyning oldida namoyish qilish orqali Amerika boshliq dunyodagi barliq davlat hukumatlarini, tashkilotlarini Xitoyning bu vahshiyligini to'xtatish, Xitoyning Sharqi Turkistondagi ishg'oliyati, mustamlikasini oxirlashtirish uchun amaliy harakat qo'llanishga chaqiriq qildi. Amerika Oqsaroyning oldida o'tkazilgan namoyishda Sharqi Turkiston Milliy Uyg'unish tashkilotining quruvchisi, Sharqi Turkiston surgunda hukumatining tashqi ishlar ministri Solih Xudoyor apandi axborot e'lon qilib, Efendiler ve hanımlar, yaxshimisilar. Bugun Xitoyning Sharqi Turkistonda yurgizayotgan vahshiyligining irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilinganligining 3 yillik xotira kuni bo'lib, Sharqi Turkistondagi qiyinchilik ichida turayotgan xalq uchun ahamiyatli bir kun. 2021 yili 1-oyning 19-kuni sobiq Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo jasur bir qadam ilib, Xitoyning ishg'ol qilingan Sharqi Turkistondagi Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa Turkiya xalqlariga qarata yurgizayotgan vahshiylikni irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb rasmiy e'tirof qildi. Bu faqat diplomatik bayonot e'tirof qilish bo'lib qolmay, balki yana millionlagan Sharqi Turkistonliklarning qiyinchiligi to'nilib, adolatga erishishning umid chirig'i bo'ldi. Xitoyning Sharqi Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligining dalil isbotlari kuchli, qoyil qilarliq. İnsan haqlari tashkilotining dokladlari, guvohchilarning guvohliklari, Xitoy hukumatining organlaridan sızgan hujjatlar kishini qattiq qayg'uga soladi. Dalil isbotlar yolg'iz sansipirli bo'lib qolmasdan, balki yana millionlagan ovozsizlarning ovozi, millionlagan ezilganlarning nidosi, sistemlik turda yo'qotilayotgan xalqning ovozsiz ko'z yoshidir. Sharqi Turkistonda yuz berayotgan dal irqiy qirg'inchilikdir. Sistemlik turda ilib berilayotgan jinoyatlar, vahshiyliklar, qattiq qiynash, sotsiz o'limga hukm qilish, ish a'zolarini yig'ib olish, majburiy dori ichkizish, qalaymaqon sulash, nazarband qilish, millionlagan xalqni jazo lagerlari va turmlarga, majburiy qul qilish lagerlariga solab qo'yish, majburiy hamilisini tushirib etish, 1 millionga yaqin bolalarni oilasidan ayirib etish qatorliqlar bo'lib, insoniyatning vijdonini zilzilaga soladi. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın irqiy qirg'inchilikqa bo'lgan aniqlamasi Sharqi Turkistonda yuz berayotgan ishlardan aniq bir o'rnakni tasavvur qilmaydi. Amerika davlatining irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilishi boshqa davlatlarning mushuningdek harakatiga yo'l ochdi. Chex, Litva, Gollandiya va Angliya qatorliq davlatlar va uning qonun chiqarish organlari irqiy qirg'inchilikni e'tirof qildi. Ammo xalqaro jamiyat buningga yetarli qarshilik ko'rsatmadi. Birleşken Devletler Teşkilatı insoniyatga qarshi jinoyat deb ayblagan bo'lsa-mu, buningga qarshi konkret harakat qo'llanmadi. Birleşken Devletler Teşkilatı tasdiqlagan qo'g'dash mas'uliyati prinsipi a'zo davlatlarga xalqni irqiy qirg'inchilik, urush jinoyati, etnik tozalash va insoniyatga qarshi jinoyatdan qo'g'dash majburiyatini yuklaydi. Bu prinsip bugun Sharqi Turkistonda sinoqqa duch keldi. Amerika hukumati va boshqa davlatlarning olgan qadamiga rahmat aytamiz. Ammo bu uzun bir safarning tunji qadamidir. Biz bugun xalqaro jamiyatni bo'libmi Amerika hukumatini og'izdagi gap bilan ayblab qo'ymay, amaliy harakat qo'llanishga, xuddi Tibetni Xitoy tarafidan qonunsiz besib olingan davlat deb e'tirof qilgandek, Sharqi Turkistonni Xitoy qonunsiz besib olgan davlat deb e'tirof qilishga chaqiramiz. Hatto 2024-yilda davom qilayotgan irqiy qirg'inchilik, insoniyatga qarshi jinoyatning manbasi Sharqi Turkistonning ishg'oliyatidan iborat. Biz Amerika Tashqi ishlar ministrligidan Sharqi Turkiston ishlari uchun yolg'iz bizning qiyinchiligimizga diqqat qilib qolmay, butkul hukumat va dunyoning inkosini moslashtirishda
Önümlük rol oynaydigan bir maslashtirguvchini bekitishini, texmi muhimi Xalqaro jinoiy ishlar mahkamasiga sunilgan Sharq Turkiston da'vosini qo'llash, irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi turish jinoyatiga mas'ul barliq Xitoy amaldorlari va o'rinlarga jazo yurgizishni talab qilish orqali qayta takrorlanmasin degan va'daga amal qilishini talab qilamiz. Biz bu yerda irqiy qirg'inchilik kunini xotirlayotganda kishilik huquq, adolat va o'z taqdirini o'zi belgilash va'damizni yangilaymiz. Sharq Turkiston surgundi hukumati yolg'iz qurbonlar uchun motam tutish maqsadida emas, Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasidagi Sharq Turkiston da'vosini qo'llash, Sharq Turkiston xalqining o'z taqdirini o'zi belgilash haqqini tunish, Sharq Turkistonning mustaqilligini qayta asliga keltirish harakatini qo'llash, Xitoyga iqtisodiy va diplomatik besim qilish qatorliq xalqaro harakatning tilchisiga o't yoqish uchun 19 yanvar kunini irqiy qirg'inchilikni tunish va xotirlash kuni qilib bekitdi. Bu Sharq Turkistonda davom qilayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatni oxirlashtirishning tunji qadami. Bizning ko'rishimiz faqat Sharq Turkiston uchunla emas, balki insoniy qadr-qimmat, erkinlik, demokratiya va o'z taqdirini o'zi belgilash huquqi va xalqaro qonun prinsiplari uchundir. Biz bugun tarixning hal qilg'ich bosqichida turyapmiz. Xalqaro jamiyat axloq majburiyatiga duch keldi. Biz aktivlik bilan irqiy qirg'inchilik bilan yuzlashishimiz lozim. Undaq bo'lmaydigan aslo qayta takrorlanmasin degan va'da quruq gapga aylanib qoldi. Sharq Turkiston xalqi dunyoning adolat uchun harakatga o'tishini kutmoqda. Hozir harakat qilish vaqti. O'tmishni va bugunni eslashla emas, balki buningga o'xshash tasavvur qilg'ili bo'lmaydigan vahshiyliklar qayta sodir bo'lmaydigan kelgusini. Sharq Turkiston xalqi tinch, izzat hurmati bilan yashay oladigan mustaqil Sharq Turkiston qurish vaqti. Keling, Sharq Turkistonning porloq kelajagi uchun barliq adolat, hurlik, o'z taqdirini o'zi belgilash, inson haqlariga ahamiyat beradiganlar uchun kollektiv harakatga o'taylik dedi. Namoyishchi ammo shuar to'lab Amerika hukumati boshliq dunyodagi barliq hukumatlarni, xalqaro jamiyatni irqiy qirg'inchilikni oxirlashtirishga, Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish uchun yordam qilishga, Xitoyning mas'uliyatini surishta qilishga, Xitoyning Sharq Turkistondan chiqib ketishga chaqirdi. Shvetsiya Uyg'ur komiteti 19 yanvar kuni Stokgolmdagi Shvetsiya Tashqi ishlar ministrligining oldida namoyish o'tkazib, Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan vahshiy qilmishlarini dunyodagi barliq davlatlarning e'tirof qilishini, irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilishini, Sharq Turkistonni besib olingan davlat deb tunishini, 1948-yili Birlashgan Davlatlar Tashkiloti tomonidan ma'qullangan irqiy qirg'inchilikning oldini olish va qarshi turish qonuniga amal qilishini talab qildi va Tashqi ishlar ministrligiga talablarini yozib maktub topshirdi. Oxirida muhojiratga Sharq Turkistonlik qarindoshlarni Sharq Turkiston surgundi hukumatini qo'llashga va har bir o'zini Sharq Turkistonlik deb taniydigan barliq qarindoshlarimizni Sharq Turkistonning fuqarolik majburiyatini ado qilishga chaqirdi. Yaqında ijtimoiy axborot supsi X'da Pokistonlik Imron Husayn ismli o'lmaning jamoatning Uyg'urlar haqida so'ragan savoliga javob berib, Uyg'ur irqiy qirg'inchilikqa yolg'on. Amerika axborot idorasi Mossad va Zionistlarning o'yini, Suriyaga borgan Uyg'urlar Dajjalning jangchilari, Amerika josuslik idorasi va Mossad Saudiya Arabistoni va Turkiya Uyg'ur musulmonlarini isyon qilishga kuch ko'rsatgan kuchlardir. Ular buni Checheniyada qilgan. Putin bularni vayron qildi. Ular buni Xitoyga qilyotidi. Xitoy ularni vayron qiladi. Ularni vayron qilishga haqliq deb alajoq so'zlagan-sini keng tarqalgan. Aniqlashlarga qaraganda Imron Husayn Pokiston Karachidagi Dunyo musulmonlar qurultayining tadqiqot direktori bo'lib, dunyoning nurg'un joylarida Pokiston musulmonlari qurgan diniy tashkilotlarda vazifa o'taydi ekan. Sharq Turkiston surgundi hukumatining bosh ministri Abdullahat Nur Apandi buningga ijtimoiy axborot supsi X'da inkas qaytirib, Xitoy razil va gunohkor, chunki Xitoy davlatimiz Sharq Turkistonga tajovuz qildi. Hozir Uyg'ur va boshqa turk xalqlariga irqiy qirg'inchilik yurgizyotdi. Agar siz bu ahvolda Xitoyni qo'llasangiz, yer sharilashish maqsadi bo'lgan Xitoyning qo'rchiqiga aylanasiz. Rabbingiz dajjal bo'lgan bo'ladi. Insoniyatni aldatmang dedi. Tajovuzchilarning qalamkashlari va kanoylari. Uyg'unish harakati o'liklar dunyosiga nisbatan hayotlik elib kelsa,
tajovuzchilik dunyosiga nisbatan xatar va og'ir tahdid elib keladi. Mustamlika qilingan ellarda uyg'unish uchqunlari o'tirg'a chiqishga boshlagan hamon tajovuzchilar mustamlika qilingan millatlardan o'zlariga sodiq xizmat qiladigan qalamkashlarni, darvishlarni va har xil qiyofatdagi josuslarni yetishtirishga boshlaydi. Mustamlika ideyasini qabul qilgan qalamkashlar, kanaylar va chaparmanlar har zaman uyg'unish ideyalariga to'sqinlik qilishga urinib turdi hamda mustamlika qilingan millatlardagi erkinlik, mustaqillik, kimlik, adolat va qimmat qarash engini burumlashga yoki ojizlashtirishga yoki millatning diqqatini asosliq masaladan boshqa tarafga burashga harakat qiladi. Mustamlika ideyasidagi qalamkashlar barmoqlarini, qalamlarini va tilini tajovuzchilarning planlari va fikrlarini bozorga solish uchun xizmatga soladi. Chunki tajovuzchilar o'zlarining planlarining oshkorlanib qolmasligi uchun o'zlariga vakolatan so'zlaydigan yoki yozadigan setilma qalamkashlarga muhtoj bo'ladi albatta. Mustamlikaga yo'liqqan har qanday bir millatda tajovuzchilarning manfaatlari va ideyalari uchun chakarchilik qilgan, ideyasi zararlangan va axloqi buzilgan qalamkash qurtlar tepilib turdi. Qalamkash qurtlar mustaqillik ideyasidagi siyosiy iqimlarni ojizlashtirish, sog'lom ideya egalariga qalpoq kiydirish, ular haqida fitna ig'vo tepish orqali ish qilg'izmaslik, sog'lom harakatlarning e'tiborini tushirish hamda parchalashga urinish qatorliq ziyonli ishlarning hammasini qilishdan bosh tortmaydi. Cemiyatshunos mutafakkur Malik Nabiy yozmalaridan o'zindi. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.